Assalomu alaykum, Lider Kirol kanali obunachilari. Oldingi videoda qo'ygan quyonlarim sotildi. Shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Quyonxonani tozalamaganman, hashay berib e'tibor bermaysizlar. Hop, 3 ta quyon qo'ydim. Shu bittasi straqach, bunisi ham straqach. Straqach ikkita samiz edi. Hop, YouTubedan bittasi telefon qildi, lekin o'sha narxini kelisha olmadik. Shuning uchun auksionga qo'yib sotib yubordim. Ikkalasi ham sotildi. Bunisi payshanba kuni auksionda o'ynalgan, bu ham sotilgan. Buni birozdan keyin chiqazoraman, Toshkentga sotildi. Bunisi ham hozir auksionda tugadi, bu ham sotildi. Buni 2-3 kundan keyin shu Toshkentga chiqazoraman buni ham. Hop, narxini ham aytib o'tib ketaman. Hop, oldingi videoda ko'rganlar bilishadi. Narxini 500 mingdan tepasidan aytdim. Shu hammasini shu samkani ham qo'yganman. Hop, shu samesimiz akalar 900 mingga ketdi. Nimaga narxini aytib o'tib ketyapman? Sabab, hop, o'zim mo'ljal 600 ming edi sotish. Agar YouTubedan birontasi telefon qilib so'raganda, so'rashgan, lekin shu 200 ming narx aytishdi, narxi to'g'ri kelmadi. Shuning uchun auksionga qo'yib yuborganman. Nimaga narxini aytib o'tib ketyapman? Chunki YouTube kanali o'zimniki, shuni rivojlantirishim kerak. Shuning uchun oddiy, misol, lichka yoki gruppalar narxidan arzonroq qo'yaman. Misol 200 ming ba'zida 100 ming, 200 ming arzon qo'yaman. Shu olib foydalansa bo'ldi. Shuning uchun arzon qo'yaman. Mana shu bittasi telefon qilib narxini 300 ming arzimagan pul so'rashgan straqachga. Lekin mana 900 mingga xudo xolasa sotildi. Hop. Bunisi hop auksionga qo'ymadim chunki shamollashi bor. Auksionga kasal quyon qo'yishmaydi. Endi kasal ham qanaqa o'lat kasal emas. Hop, oddiy shamollagan xolos. Shamollashni ham endi davolab yuborsa bo'ladi. O'zim ishim ko'payib ketgani sababli hali licheni qilganim yo'q bunga. Agar momoda qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'raverasizlar. Buni ham narxini shu 500 ming atrofida qilib beraman. O'zim atak qimmatga olganman. Prosta pul zarurligi uchun shularni shu auksionga qo'ydim, sotuvga qo'yib yubordim. Hop, iloji boricha quyonni hamma ma'lumotini berib ketishga harakat qilyapman. Chunki kasal bo'lsa kasal yoki boshqa ayb bo'lsa hamma aybini aytib o'tishga harakat qilyapman. Chunki hop, tushunmagan odam telefon qilib o'zini ham vaqtini olmaydi, meni ham vaqtimni ketkazmaydi. Hamma ma'lumotini berib ketishga harakat qilyapman. Yana bitta narsa, hop, boshqa viloyatlarga chiqazadigan bo'lsam, narxi o'zgarmaydi, lekin taksida gaplashganda narxini o'zinglar o'sha olgan odam o'zi kutib olib, o'zi taksi narxini beradi. Ana u kuni shu gollandlarni qo'yganimda hop, parasini 300 ming deb qo'yganman, lekin Surxondaryodan shu telefon bo'lgan. Telefon bo'lib narxini arzon aytgan. Shu gaplashganmiz. Taksida pulini o'zi chiqazib yuborasiz, mayli bo'pti 300 mingga olaman deyapti. Qanaqasiga to'g'ri keladi? Uni o'zi Toshkentgacha 150 ming olib kelsa, Surxondaryogacha adashmasam yana 150 ming olib kelsa kerak kamida. O'shanda menga nima qoladi? Sal odam ham o'ylash kerak-ku. Shuning uchun iloji boricha hamma ma'lumotni berib ketishga harakat qilyapman. O'zbekiston bo'ylab любой viloyatga chiqazib beraveramiz. Prosta taksini o'zingizlar gaplashsanglar bo'ldi. Hop, shu quyonga ham hop, davolashi ko'zi yetadigan odam bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Samga o'zi chiroyli narsa, hozir prosta to'lovalik uchun uncha sifati ko'rinmayapti. Agar ras olaman degan odam bo'lsa, hop, videoda uncha ko'rinmabdi yoki shu men yorilganim yaxshi tushmayapti. Отдельный video qilib beraveraman ham, ras oladigan odam bo'lsa. Hozir to'lovda, shuning uchun yunglari ham boshqacha ko'rinyapti.
Shamollash ham strashniy emas. Просто o'zim vaqtim bo'lmagani uchun hozircha licheniya qilganim yo'q. Endi boshlayman xudo xolasa. Xo'p. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib ketasizlar. Hammanglarga rahmat.